Assalom do'stlar, sizlar bilan men bugun Fayza. Bugun biz shu olamda Ender Dragon'ni o'ldirishimiz kerak va men o'zim emasman. Bunda yana bitta sherigim ham bor. Yalnız bitta Wi-Fi olganimiz uchun reklama ham bo'lib qolyapti. Unda u spam bo'ldi mana. Endi ketib Skillimde de e'tibor bermaysizlar. Skillim o'zi shunaqa bo'lib qoldi. Hozir bu videoni yarim kechasi to'yda olyapman. Hamma uxlayotgan vaqtda. Do'stlar, shu joyda videomiz tugaydi. To'g'ri, bu eng qisqa videolardan bittasi bo'ldi. Men bu joylarini videoga olmasdan qoldim. Bo'lmasa hozir 5-10 minut bo'lib ketgan bo'lardi videoga olganimda. Shuning uchun ham video